Assalomu alaykum, hurmatli kimyogarlar. Sizlar bilan bugun Mega Kimyo 2022-yildan birinchi mavzu 127, 128-savollarning yechimini ko'rib chiqamiz. Demak, 127-savolga qarasak, 39,2 gram sulfat kislota va 68 gram sulfit kislotadan iborat aralashmaning miqdor yig'indisini molda toping degan. Demak, sulfat kislota H2SO4 98 grammi 1 molga teng. Bizda 39,2 grammni so'rayapti. 39,2 grammi qancha desak, proporsiya usulidan 39,2 ni 1 ga ko'paytirib 98 ga bo'lsak, bizda 0,4 mol kelib chiqadi sulfat kislotamizning miqdori. Endi sulfit kislotaning miqdorini topsak, sulfit kislotamiz biz H2S 34 grammi 1 mol tashkil etadi. Ya'ni 34 gram qayerdan kelib chiqyapti? 34 gram bu mana sulfit kislotani massasi. Mana bu yerda 98 qayerdan kelib chiqyapti? 98 bu sulfat kislotaning massasi. Ya'ni 1 molning massasi 98 gram. Shuning uchun proporsiya usulida 98 grammi 1 mol deyiladi. Tushunarli? Xo'sh, 34 grammi 1 mol tashkil etyapti bizda. Masala shartda bizda 68 gram berilyapti. 68 grammi qancha desak, proporsiya usulidan 68 ni 1 ga ko'paytirib 34 ga bo'lsak, ximiz 2 mol kelib chiqadi. Demak, endi umumiy miqdorlar yig'indisini topsak, n teng 0,4 mol sulfat kislotaning miqdori, 2 mol sulfit kislotaning miqdori. Umumiy miqdorlar yig'indisi 2,4 molga teng. Demak, to'g'ri javobimiz D javob. 128-savolga qarasak, 70 gram azot va 2 mol vodoroddan iborat aralashmaning normal sharoitda litrda hajmini toping degan. Azot N2 28 gram, ya'ni molekulyar holatda N2 28 grammi 1 mol 1 molga teng, 28 grammi 22,4 litrga teng, 1 molimiz 22,4 litrga teng. Mana shunaqa qoidalar bor. Ya'ni 28 grammi 22,4 litrga teng 1 moli normal sharoitda. Bizda 78 grammi 70 gram berilgan. 78 gram emas, 70 gram berilgan. Proporsiya usulidan foydalansak, 70 da 22,4 ga ko'paytirib 28 ga bo'lsak, 56 litr kelib chiqdi bizda azotimiz. Vodorodda moli berilgan, ya'ni 1 mol gaz, har qanday gazning 1 moli, bu qoida bor, molyar hajm. Har qanday gazning 1 moli normal sharoitda 22,4 litr hajmni egallaydi degan qoida bor. Ya'ni 1 mol vodorodimiz 22,4 litr egallaydi har doim. 2 molimiz qancha desak, 2 ni 22,4 ga ko'paytirib 1 ga bo'lsak, yoki 2 barobar katta. Xo'sh, shunda bizga 44,8 litr kelib chiqadi. Umumiy hajmni yig'sak, 56 litrga 44,8 litrda qo'shsak, umumiy hajmi 100,8 litr kelib chiqadi. Demak, 128 savolimizning to'g'ri javobi D javob.